Assalomu alaykum qadrdonlar. Navbatdagi mashinamiz. Xo'p, bundan 3 yil oldin remont qilgan Maz 2101 011. Buni ponni svarka qilib, kraska qilib, hamma yaxshi pugilib ketdi, chiqazgandik. Mana kapot ahvolini qarang. O'ta pugilib ko'p yeganlik sababli mana ham yorilgan, mana xarita bo'lib qolgan. Bu yerga mana urib o'pdilar mana etini. Xo'p, saqlanganligini ko'rsatmoqchiman. Ko'rib turishingiz mana. Juda go'zal, juda zo'r turibdi, lekin bunday yaqiniga kelsangiz, lay deysiz. Mana uni qarang, mana uni. Ushbu go'lovka yo'lib ketdi. Nima shu ishida o'ta ko'p edi-da, siz ana mana shu joylarni kesib, noqilib listlarni qo'yib, shunaqa qilgandim. Lekin mana kraska, samgalam toza kraska, yaxshi kraska yapganman, mana ko'rsizlar. O'ta haligacha yaltirashlari bor-da, masalan mana. Yaltirashlari bor. To'g'ri ozgina o'lgan, uni baribir o'ta anaqa bezrayib yoki bo'lmasam jivir bo'lib ketmagan. 3 yildan mana minakalar bu qor, yomg'ir, quyoshni tagida turgan mashina, hech qanaqa navesda turmagan bu mashina. Hech qanaqa navesga qo'yilmagan. Mana ko'rib turganingizda patkrilda bo'lgan, mana patkrilni o'rnlari mana. Endi o'sha paytda shunaqa qilganmiz-da, hozirgi paytda masalan patkrilni qo'yishdan oldin mana shu joyga shpugilib qo'ymasdan mana shu joyga germetika qilib, noqil germetika qilib tomonda mana krasib o'rtdi mana. Shu germetika ham, kraska ham mana endi himoya qilish uchun. Ichlari ana shundoq turibdi, mana qup-quruq. Chiroyli, ozgina gravitek sipilgan ekan xolos. Yana bir qator gravitek sipib, kraska sipib, patkrilni qo'tirib qo'yadilar egalari. Orqalarida mana hech qanaqa yomon narsalar yo'q. Shuni men aytgan. Mana elardan ozgina ko'tarilgan mana. Ushbu go'lovka bo'lganda, svarkalar bo'lgan shu sababli. Mana shu ikkita orqa ichi juda mum ketibdi. O'sha paytda esa sana mana shu ikkita orqa ichini shu mashinani svarka qilganda o'dim, qaytadan bir kesib, mashina yasab qo'ygandim men. Mana shunaqa holat. Ko'p turgan shumkalarni o'galari o'zlari yopishtirgandilar. Hammasi turibdi mana zo'r, baquvvat. Mana ichlari ham mana. Mana yamagan joylari. Turibdi hammasi zo'r. Hamma yoqqa shumkalarni o'zlari yirtib yopishtirib chiquvdilar, erinmasdan. Ishing yopishni ham hech qanaqa o'zgarmagan. 3 yildan mana juda zo'r, tamom juda zo'r turibdi, tamom boshqa o'ta zo'r. Misol uchun kraska o'ta yaxshi turibdi. Ketgandan oldi kapot ketibdi, ikkita orqa eshik ketibdi. Juda yomon ketgandan. Xo'p. Shunaqa. Endi buni yana bir asfalt qilib, chiroylab, ana kapot boshqa qo'yib berganlar, kelganlar radnoyga. Kapot qo'yib, pajani to'g'lab, yana chiroylab yaltiratib, tomdan pastdan chiroylab yaltiratib beramiz qadrdonlar. Kuzatib boringlar qadrdonlar kanalimizda. Kelasi videolarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Hop, mashinamizda mana ancha boshlab oldim. Kecha ishlamagan joylarni ishlab, nitrlarni ishladim. Va xolos nitrlarni ishqalab, yuvib atib tozalasam, burun to'pka. Inshaalloh o'rinni bugun burun to'pkasini qilib tashlasam yaxshi bo'lardi. Buni ham tezlatib kraska qilib berishim kerak, joyini ishlatish kerak. Kapot topib kelgandilar juda rasvo ekan. Endi o'zinikini to'g'rilab o'rnatishga harakat qilamiz. Kecha egalar kelganlar, shunga kelishganmiz. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Kuzatib boringlar kanalimizda. Hop. Burun to'pka qilishga ancha tayyor qoldi. Gazetda o'rab burun to'pka qilsak chiroyli bo'ladi. Shunaqa. Kuzatib boringlar qadrdonlar. Obuna qilinglar. Kimga shunaqa ish kerak, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Chiroylab qilib chiqarib beramiz hammaga. Mana Xudo xolisa burun to'pkani bo'libdi.
Bu kech bo'lsa ham bugun bir to'pkasini qilyapsam, nasib bo'lsa ertaga kraska qo'yishga harakat bilan. Xudo xohlasa, sovuqda manaqangi birdaniga qurimaydi, sekin quriydi mana. Sekin quriydi. O'shaning uchun bir slot sepib, yoki ikkinchi slot sepamizda. Qurishlari sekin quriydi. Mayli ertagacha chiroyli qurib olsa, ertaga xudo xohlasa ishqalab, kraska tanlab sepib yuboramizda inshaalloh. Kapotini keyin qilaveramiz. Bitta kapot qoladi, qolgan barini sepib qo'yaman kraskani. Shunga harakatdamiz. Kuzatib boringlar qadrdonlar. Ovozim qalay endi yaxshi chiqdimi? Bir do'stimiz Rossiyadan keluvdilar, mikrofon sovg'a qilib, menjani sovg'a. Shu zo'r narsa ekan mikrofon haqiqatdan. Xudo xohlasa qadrdonlar, vaqt tezlab ketdi. Mana kraskalarni sepib bo'ldik. Inshaalloh kraskalar ham çok go'zal. Qalay qilib chiroylab sepdim, mana to'ydirib. Mahkamdak. Ma kraskani ayamayman. Endi buni o'qitdim o'zini. Ha, pedroka qilsak ketadi, xudo xolasa. Shunaqa gap yani. Bolalarimiz shu. Juda go'zal. Inshaalloh kraskaga to'ydi. Xudo xolasa mana kraskalar bo'ldi. Endi o'qishingni 1-2 kun turib turadi. Va 1-2 kun quriguncha mana bu ishlarni yig'amiz. Chiroyli qurib oladi-da, 2 kunda qurib olish kerak. Kuzatib boringlar qadrdonlar. Mana qadrdonlar, mana bu ishlarimizni mana etkildilar egalari. O'zlari aytganimdek hammayani qo'ytirib, chiroylab yig'ib, yuvib, tozalab ketdilar. Endi buni o'sha oldi kapotini o'rnatib, ularga bog'lar mana yaltiramadim unchalik. Ishqalab pedrovka qilib beramiz, xudo xolasa buni. Chiroylab oldi orqa bamperlarni qo'ytirib olsam, xudo xolasa keyin sagacha toza yuradi, o'qimiz ham ancha yalab bo'ladi. Xudo xolasa oldi orqa bamperni qo'ytirib, oldi kapotni qo'ytirib bersak, pedrovka qilib beramiz. Ketaveradi, ya'ni chiroylab mineralni olsa. Kimga shunaqa ishlaymiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin qadrdonlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kech bo'lganda mana pedrovka qilib, pedrovkani tugatib turibmiz mo'shlarni, ertalab ketadi xudo xolasa. Mana endi mana bu joyga bunaqangi nima deydi? Plastilin emas, bu germetika qilayotgandim. Shuni kech bo'lsa ham videoga olib ketay dedim. Mana bunaqangi o'zi chuqurcha bo'ladi, ha. Chuqurchani biz buni plastilin to'ldirib chiqdik. Bu plastilin необычный plastilin ekan. Shunga hozir ko'rsatib o'tib ketadi. Mana qarang. Zavodskoy germeplast derkan mana. Oke, qadimdan buni saqlar qolib o'yladi. Mana shu mashina egalari shuni olib keldilar, mana shuni qo'yib bering deb. Qarang. Germeplast derkan. Ajoyib mana yanmadir plastichniy bir narsalar yozgan ajoyib. Qo'l qoldim, o'shaning uchun sizlarga ham ko'rsatib o'tib ketay dedim. Shu zo'r plastik ekan, qani shundan bo'lsa. Zavodlarda ham bo'ladi-ku, shunaqangi joylarda, mana buchalarda bo'ladi. Qanday bucha joylarda bo'ladi. Zavodlarda ham qilgan bo'lardi ilgari. Endi hozir yo'q unaqalar. Biz qilamiz oddiy, ya'ni plastilindan qilamiz-da. Bu endi o'sha germeplast ekanda. Yopishtirganda как plastilin singari, keyin qotganda o'sha germetika singari qotargan narsa ekan. Shuni ko'rsatib o'tib ketay dedim. Assalomu alaykum, yana bir qadrdonlar, va nihoyat mana bu yana mushamiz xudo xolasa tayyorlar. Meyag'ini siki qilib yaltirayman qilib bileslargacha qilib qo'ydik. Bamperlarni o'rnatib, qo'ygandan endi egalari o'zlari chiroylab qarab yuraveradi-da, xudo xolasa. Kecha men o'rnatganimiz bor. Yopishtirganimiz sekin qotib qoladi, bu germetika ekan joy. Bunisi yaxshi. Yuvib, atib tozalab, yaxshi qarab yuraveradi mushta. Mana yaltirashini ko'rishlar. Bu shunchalik oq rang bu. Boshqa rang bo'lsa, o'sha bosh ko'p bo'ladi.
lekin oq bo'lsa ham mana shunchalik uzoq qolsa diskalarga ham juda yarashgan o'ynali Fiat o'ynali. Oldingi Fiat o'ynalida hozirlar o'ynali yo'q. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelasi videoda ko'rishguncha yaltirashlari zo'r. O'ta chiroyli holatga keldi mana mashina. Falsafa aytib o'taman, mana farqi yo'q. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Kraska ishlar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ishlarni chiroyli o'qi Haydar Kallayga e'tibor bilan. Yani shu o'zida chiroyli turar ekan. Kelasi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qadrdonlar, obuna bo'ling, podpisa qilib qo'ying. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'ling. Hammaga kattakon rahmat, shu yergacha ko'rganingiz uchun.